xizmati bilan nihoyatda oldirash edi. Oilasiga ko'ngil bilmaydi. Ular bilan suhbatlashishga vaqt chiqolmaydi. Ayoli buningdan nihoyatda norozi bo'lsa-mu, ammo yo'ldoshining g'azabini keltirib qo'ymaslik uchun ochiq bir narsa deyolmaydi. Ularning yolg'iz bir dona o'g'li bo'lib, u har doim g'amkin o'ltiradi. Bir qancha doktorga ko'rsatib boqqan bo'lsa-mu, ammo hech natijasi bo'lmadi. O'g'ilning psixikasi buzilgan bo'lib, dars muzokara qilishni xohlamaydigan bo'lib olgan edi. Bir kuni bakmu charchab ketganlikdan tush vaqtida uyga baldurliq qaytishni qaror qilib, ayoliga telefon qildi. Men uyga qarab ketyapman. Qo'sqim bakli ichib ketdi. Tomoq tayyor qilib qo'ying. Ras, uyga og'ish boradigan bir narsa bormi? Hamma narsa bor. Faqat sizlik kelsangiz bo'ldi. Sizni saqlaymiz, dedi ayoli va telefonni ustal ustiga qo'yib qo'ydi. Diqqatsizlikdan telefon o'chiq qolgan edi. Telefonni qo'yay deyishiga ayoli bilan o'g'li Osamaning so'zlashgan ovozi keldi. Ana, dadam meni so'rab qo'ydimi? Ha, bilaman. Dadam meni asla so'rabmi qo'ymaydi. Ha, o'g'lim, seni so'rmay qoladimi? Dadang seni bek yaxshi ko'rdigan tursa. Dadam meni yaxshi ko'rdigan bo'lsa, nima uchun men bilan birga o'ltirib paranglashmaydi? Uningga shuncha yolvursam-mu, payg'ambarlar qissalarini so'zlab bermaydi-ku amsa. Setib olgan heliqi payg'ambarlar qissi nomli kitobdan dadam faqat bir bet o'qib beribla, uningdan keyin asla o'qib bermadi. Do'stimning dadasi har kuni uningga hikoya o'qib berdi ekan. U mening hikoyaga omroq ekanligimni bilib, menga nurg'unlagan hikoyalarni aytib berdi. Ana, bilamsiz, men do'stimning uyiga har qitim borganimda, dadasi ishdan qaytib uyga kelganda eshikdan kiribla, "Qani mening umoq o'g'lim" deydi ekan. Do'stim bo'lsa, "Mana men jinim dada" deydi ekanda, o'zini dadasining bag'riga otadi ekan. Dadasi uni quchog'iga elib ko'tarib, erkilatib, so'yib qo'yadi ekan. Koshki, meningmi shundoq dadam bo'lsa-chi? O'g'lining so'zlarini diqqat bilan ting'igan dada xiyol dunyosiga cho'mdi. Telefondan yana ayolining ovozi anglandi. "O'g'lim, men seni har kuni so'yib qo'yman emasmi? Ovozingni past qil. Dadang uyga yaqinlashib qoldi. Dadang bakmo oldirash o'g'lim. Uni to'g'ri tushunayli." Dada ularning so'zlarini diqqat bilan tingshayotdi. Biroq o'g'lining keyingi so'zi uning ko'zlaridan taramlab yosh eqitibdi. "Bilaman ona, siz meni quchoqlaysiz, so'yib qo'yisiz, erkilatisiz. Biroq men dadamning mehriga echirqab ketdim. Uning bag'rini seg'indim." Ana o'g'liga tasalli berib, mundoq dedi. "O'moq o'g'lim, sizmi bilasiz? Dadangiz har kuni ishdan kech qaytib keladi. Uyga kepli yana boshqa ishini davomlashtiradi. Bekor vaqti yo'q. Lekin ehtiyojli bo'lgan hamma narsani sizga talqilib beryotadi-ku." Osamaning chiroyiga tabassum yugurdi va "Ona, dadam kelib bo'lguncha telefoningizni birdam o'ynab tursam bo'lamdi?" Dada darhol telefonni taqib etdi. Osama 6 yoshga kiribdi. Men uni bir haqiqatmi bag'rimga besib, so'yib qo'ymabdiman. Mehrsiz o'tgan bu yillarni u qandoqmi o'tkazgandi? Dada xizmatga munosabatli kitob daftarlarini mashinaga qo'yib, kitobxonaga kirdi va bolalar uchun yozilgan Payg'ambar alayhissalomning tarjimaholi nomli kitobni setib oldi. U uyga qaytib kelib, eshikni ochqish bilan ochmasdan qo'ng'iroqni chaldi. Chunki u Osamaning eshik ochishga omroq ekanligini biladi. Osama eshikni ochganda dadasining kulib turib g'ulichini keriginicha, "Qani mening o'moq o'g'lim Osama" degan ko'rinishni ko'rib, dong qetibla qoldi. Chunki u bu ishlarni o'ngimmi, tushimmi deb g'angrab qolgan edi. U tezla asliga kelib, xushalliqdan qin-qiniga patmagan holda, "Mana men Osama jinim dada" deginicha dadasining bag'riga o'zini otdi. Dada o'g'lining yuz ko'zlariga suyib chiqdi hamda takror ko'tarib uni erkilatdi. Oshxonadan chiqayotgan ona bu ko'rinishni ko'rib, xuddi bundoq manzarani umrda tunji qitim ko'rayotgandek cho'nqur ta'sirlanib ko'ziga yosh oldi va "Tushlik tomoq hozir bo'ldi" dedi. Dada uningga hozir tomoq yemaydiganligiga ishorat qilib, o'g'lini ko'targunicha uning yotoq uyiga kirib ketdi. Dada o'g'lining bo'ynidan quchoqlaganicha yonma-yon yetib, uningga hikoya o'qib berdi. Birdamdan keyin Osama shirin uyquga ketdi.
Ondan dadısımı hozirgacha his qilib baxmagan şirin lazzat ichida uxlab qoldi. Uyg'onganda o'zini dadisining quchqida topgan Usama nihoyatda xushal bo'ldi va bundoq şirin uyqudan voz kechkusi kelmagandek takror uxlamoqchi bo'lib ko'zini yumdi. Ertasidan boshlab Usamada nihoyatda cho'ng o'zgarish bo'ldi. U amdi o'zligidan dars muzokara qilishga boshladi. Shuningdan e'tiboran uning jismoniy va ruhiy jihatdagi dard alamlari tamoman saqayib ketdi. Psixikasimi yaxshilandi. Bularni ko'rgan ona mundaq pichirladi. Allohga shukri. Hazrati Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men Hasan bilan Husaynning payg'ambar alayhisalomning mo'risiga minib olganligini ko'rib, sizlarning ostinglardagi minib olgan etinglar nima degan yaxshi ot ha dedim. Shu chog'da payg'ambar alayhisalom bu ikkisi bekmo yaxshi chavandozlar dedi ularni maqtab. Payg'ambar alayhisalomning qizi Fatima radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalomning yeniga kirsa, payg'ambar alayhisalom o'rnidan turib, uning qo'lidan tutib peshonasiga so'yib qo'yatdi. Hamda o'zi o'ltirgan yerga akilib o'ltirg'izatdi.